Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 15-mart 2025-yil biz Rossiyadagi musofir akukalarimiz uchun ish o'rinlarini chiqarishda davom etamiz. Albatta sizlar ham shu insonlarni, ish qidirib yurgan insonlarni ishli bo'lib qolishiga sababchi bo'lamiz desalaring, bir donadan video ostiga like bosinglar va bu videomiz o'sha akukalarimizga yetib borishiga xizmat qiladi. Ko'pchilik O'zbekiston, Tojikistondan borsam, dokument qilib beradigan kompaniya yoki mana shunga o'xshagan bir ish joylar toping deb yozib qoldirishardi. Mana bugun inshaalloh nasib bo'lsa mana shunday joydan ish chiqaramiz. Aziz vatandoshlar, sizlarga registratsiya, uni продление qilish, INN, трудовой договор, uydibleniya xizmatini taklif qilamiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Ish Tuluska oblasti Yasnogorsk rayonida betonda, ya'ni kamenshik, plotnik, armaturshik, svarchik shular kerak bo'ladi. Yangi borganlar 300 rubldan 350 rublga soatiga to'lanadi. Patent to'lab beradi. Registratsiya bepul. Yotish joyi vagonchikda bo'ladi. Vagonchikda faqat svetiga pul to'laysizlar. Xo'p, endi O'zbekiston, Tojikistondan kelmoqchilar diqqatiga. 18 yoshdan 45 yoshgacha erkaklar biz aytib o'tdik kimlar kerak bo'lishini, ya'ni o'sha ozroq yangi borganlar bir oydan o'tadigan bo'lsa qanday ishlashiga, professionalligiga qarab soatiga yaxshi pul to'lab ketaveriladi. Ish ofitsialni, трудовой договор ofitsial оформление qilinadi. O'zbekiston, Tojikistondan kelmoqchi bo'lganlar, kelayotganlar ruskiy yozikni bilishlaring kerak. Nimagaki hozir ekzaminga juda qiyin bo'lgan. Ekranda prямо ruskini o'zining nomerini qo'yaman. Aleksandr Dronov mana WhatsApp nomeri, aloqaga chiqasizlar. Kutib olish, aeroportdan o'z borasizlar, adres beriladi, kutib olinadi. Keyin dokumentga albatta обязательно yordam qiladi. O'zlari olib borib olib keladi. Ekzamin, doktor, topshirayotgan joylariga o'zlari moshin bilan odamlari bor, olib borib olib keladi. Dokumentlaringga обязательно yordam qilinadi. Iltimoslardan video boshidan shu videoda ham aytib o'tamiz. Kim bormoqchi bo'lsa, boringlar, dokument qilib beradi, ofitsial оформление qiladi. Ish mana tayyor, qiynalgan, misol hozirgi ish qidirib yurganlar uchun imkoniyat, lekin iltimoslardan podvodit qilmanglar. Ya'ni qochib ketib, dokument qilib bergandan keyin boshqa biron xil podvodit qilmanglarki, keyin dokument qilishda ham отказ qilib qo'yadi. Keyinchalik ish qidirib yurgan, qiynalib yurgan insonlar ayni mana shunday joylar kerak bo'layotganlarida отказ qilib qo'ysa, dokument qilib bermaydigan bo'lsa, yanada og'irlashib ketaveradi vaziyat. Chunki bilasizlar, bundan oldin juda ko'p ish chiqardik, bilet olib beradigan ishlarga ko'pchilik borib podvodit qilgani uchun biletni отказ qilib tashlagan. Yana qanday savollaring qolib ketgan bo'lsa, mana shu Aleksandr Dronov prямо ruskini o'z nomeri ekranda turadi. Aloqaga chiqib bemalol boshqa regionlardan ham bemalol borib ish boshlasang mumkin. Albatta, обязательно ogohlantiringlar telefon qilib, meni patentim bu yerniki yoki bu yerniki, borsam оформление qilamizmi, qilsa bo'ladimi deb albatta tayinlanglar va ishga borib joylashinglar. Tuluska oblastidan juda ko'pchilik so'rayotgani, mana marhamat, patent alishtirish shart emas. Tuluska oblasti Yasnogorsk rayonida joylashgan bu ish joy, bemalol borib joylashsalaring bo'ladi. Barchaga birdek omad, ishlaringga rivoj. Kundan kunga Rossiyaga yurish ham qiyin bo'lib ketyapti. Ro'za Ramazon oyida barchalaring birdek musofirlar haqqiga duo qilinglar. Inshaalloh nasib bo'lsa Rossiyada yurgan musofirlarni mushkuli oson bo'lsin. Barchalaring sog' omon bo'lasizlar. Har doimgi sizlar bilan omonjon bo'ldi. Omon bo'linglar, salomat bo'lasizlar.